Assalomu alaykum. Farhon Hayat Mirzabek kanalini kuzatib borayotgan ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilar hamda yuqori tashkilotlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana bu sudimiz mana 7-sudimiz bo'ldi. Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Oqqo'rg'on tumani sudida bo'layotgan edi. Ya'ni o'sha murojaatchi mana Norchayev Dilmurod aka murojaat bilan yana chiqqan edilar. Yana xuddi ana shu oldingi holatdagidek bu fuqaro o'sha fermerlar so'rab kelganda, o'zini ehtiyoji uchun ishlatishga pul so'rab kelganda, bu fuqaro o'sha bug'doyga dogovor qilib pul beradi, lekin ming afsus bo'lsinki, hozirgi kunga kelib o'sha fuqarolar bug'doyga pulni olib bermasdan bosh tortayotganida, mana bu fuqaro qonuniy tartibda O'zbekistonda qonun ustuvor jazo muqarrar degan o'sha tamoyilga bo'ysunadilar. O'sha qonunga bo'ysunib mana hozir haqiqatan o'sha sudga bergandilar. Mana bugun sud o'zini hukmini chiqardi. O'sha bo'yicha o'zingizni mana murojaatingizni aytib o'tsangiz, fuqarolarga mana ko'rsin, eshitsin qanday bo'ldi sud. Rahmat. Sud oldinlana bo'ldi. Men ishonardim sudyalarimiz oldinlana ish ko'rishiga. Umarov Sharofga yetkazilgan 331 million pulni meni foydamga hal bo'ladigan to'g'ri qaror qabul qilindi. Lekin muttaham qilib yurgan bu Sharofga munosib chora ko'rildi. Ya'ni ham sudyalarimizdan o'z bilim mahoratlari va ish ko'rishini so'rab qolaman. Ishonaman sudyalarimiz to'g'ri qaror qabul qildi. Rahmat. Sud bu adolat uyi deyishgan. Mana o'sha vaqtda sizdan qaysi vaqtda pul olgan va nima deb olgan shularni ham aytib o'tsangiz, mana bu kuzatuvchilarga bu juda qiziq. Butun Xo'jaqo'rg'on mahallasida aka pul topolmadim. Yordam qiling. Bola chaqam bilan hammamiz qaytaramiz, aldamaymiz. Otamning bolasiman so'zga endi ular hammasi. Ular sizni ishontiradigan gaplarni aytib ishonchga kirgan. O'sha shu vaqtga qadar sizdan pul olib yurgan, foydalanib yurgan o'zining ehtiyoji uchun hamda sizdan o'sha oxirgi pullarni bermaganda qaysi yilida pul olgan, qancha so'mni olgan o'sha vaqtda. Juda ko'p vaqtdan beri davom etgan. Hozirgi paytda ham go'yoki pul olmaganman deb xat yozmagan turibdi, lekin buni hiylarangi hozircha ishonmadi. Oqqo'rg'on tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudyasi Isoqulov Alisher akaga o'z minnatdorchiligimni bildiramiz, chunki mana shu sud adolat uyi ekanligini yana bir marotaba o'z isbotini topdi, chunki boshdan sudyani shaxsan o'zim sudda qatnashib yurdim, 5 tasiga qatnashdim, bittasiga qatnasha olmadim. Sudyani o'zi o'sha Sharofiddin akaga, jinoyatchiga savol berganda, bu sudlanganmisiz yo'qmi degan, yo'q deb javob berganda, 168-modda bilan bir marta sudlangan ekanlar, 167-modda bilan 3 yilga uy qamog'i berilgan ekan, adashmasam 2023-yil oktyabr oyida. Undan keyin ustidan Norchayev Dilmurod aka bilan yana bitta Lazza aka degan fuqaro bor, u Lazza aka ham gapiradi. Keyin sudyani o'zi ham unga baho berdi, sud chalg'ida etganligi uchun. Undan keyin mana Norchayev Dilmurod aka tilxat yozib o'rganda, xonasiga qaranxonaga olib kirib, menga tilxat yozdirdi deganda, tilxatini ko'rib turib, men o'zim sudyaga o'zimning fikrimni aytib o'tdim. Hurmatli sud raisi dedim, "Las bu qaranxonada yozgan bo'lsa, shunchalik tekst ravon yozishi mumkinmi?" deganimda, sudya "O'zimiz baho beramiz bunga" deb aytib o'tdilar. Mana Xudoga shukr, o'zlari baho berdilar. Umarov Sharofiddin akaga 168-modda bilan 3-qismi bilan uzil-kesil 6 yil qamoq jazosi berildi. Yana bir marotaba o'sha sudlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va shu barobarida Oqqo'rg'on tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudyasi Isoqulov Sanjar akaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Meni kuzatishda davom etinglar. Keyingi video efirlarini ko'rishguncha sog' bo'linglar.